Forex nima ekanligini tushunishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa. Aslida forex pul ishlash tugmasi emas. Bu dollar, evro, funt, iena va boshqa o'nlab valyutalar kabi real valyuta juftlari sotiladigan bozor. Fikr oddiy, arzonroq sotib oling, qimmatroq soting. Ammo bu yerda siz pulni taxmin qilish bilan emas, balki iqtisodiyot qanday harakatlanayotganini, yangiliklar, inflyatsiya va turli qarorlarni chinakam tahlil qilish orqali topishingizni tushunish muhimdir. Ya'ni siz o'zingizning o'ziga xos strategiyangizga ega bo'lishingiz kerak. Bu bilan siz yuqoriga chiqishingiz mumkin. Va mening birinchi maslahatim, savdolarni ochishdan oldin faqat jadvallarni tomosha qiling. Ular bir necha kun qanday yashashlarini, yangiliklarga qanday munosabatda bo'lishlarini ko'ring. Va forex bozoridagi yangiliklar tez-tez keladi va ko'pincha bu yangilik bozorni juda larzaga keltiradi. Va siz bozordan qachon chiqib ketishingiz, qachon savdo qilmasligingiz kerakligi, qachon tanaffus qilishingiz kerakligi yoki, masalan, qaysidir yangiliklarga asoslanib, jadvalning harakatini bashorat qilishingiz mumkinligi haqida taxminiy tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Ikkinchi qadam, to'g'ri brokerni tanlang. Albatta, juda ko'p brokerlar bor va yangi boshlanuvchilar uchun nimaga e'tibor berish kerakligi noma'lum. Shaxsan men o'zim uchun 3 ta brokerni tanladim. Birinchi broker bu RoboForex. Bu men boshlagan broker. Men robot savdosini ham, haqiqiy savdoni ham sinab ko'rdim. Va men uchun RoboForex shunchaki barcha savollarni yopdi. Ushbu brokerni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha alohida video ham mavjud. Ko'rasiz, u shu yerda paydo bo'ladi. Mening 2 ta brokerim bor, ular bilan vaqti bilan savdo qilaman. Echnes broker. Bu ko'plab litsenziyalarga ega bo'lgan juda katta jahon darajasidagi broker. Ammo birgina salbiy tomoni shundaki, agar siz Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lsangiz, siz hali bu broker bilan savdo qila olmaysiz. Xo'sh, boshqa hollarda albatta undan foydalaning. Ushbu broker haqida alohida video ham mavjud. Albatta, agar qiziqsangiz, ko'ring. Uchinchi broker FPRO ham yuqori reytingga, ko'p sonli litsenziyalarga va juda oddiy interfeysga ega ajoyib brokerdir. Men u haqida ko'p gapirganman va bu broker haqida alohida video ham bor. Agar qiziqsangiz, albatta tekshirib ko'ring. Agar siz ma'lum bir brokerni tanlagan bo'lsangiz, sizga maslahatim, strategiyangizni sinab ko'rish, forex nima ekanligini va undan qanday foydalanishni his qilish uchun demo hisoblarni ochishni boshlang. Demo hisobini ochishga ishonch hosil qiling, sinab ko'ring, hech narsaga shoshilmang. Siz har doim pul ishlashingiz mumkin. Yangi boshlanuvchilar uchun o'rganish uchun men belgilagan 3-qadam bu savdo platformasini o'zlashtirish. Umuman olganda eng mashhur va ajoyib platforma bu MetaTrader 5. Umuman olganda siz boshqalarni ham hisobga olishingiz shart emas. Ushbu platforma barcha savollaringizga javob beradi. Uni o'rnatishni unutmang. Sizda iPhone yoki Android bo'ladimi? Bu muhim emas. Telefoningizga yuklab olib, shu platforma yordamida savdo qilishni o'rganishga harakat qilishingiz mumkin. Lekin avval siz umuman interfeys qanday ishlashini, qanday qilib bitim ochishni, stop loss va take profitlarni qanday qo'yishni tushunib olishingiz kerak. Shuning uchun avval yaxshilab o'rganib chiqing. Men ham alohida video yozganman. Albatta ko'rib chiqing va iltimos, interfeysni va bitimlarning mexanikasini tushunib olish uchun bir necha kun ajrating. Keyin esa strategiyalarga o'ting. Demak, 4-qadam bu o'rganish va asosiy tahlil. Darrov yuzlab indikatorlarni o'rganishga hojat yo'q. Hech bo'lmaganda eng asosiy narsalardan boshlang. Trend nima, qo'llab-quvvatlash darajasi nima, qarshilik darajasi nima, yapon shamchalari va turli patternlarni tushunib oling. Qarang, agar grafikda narx yuqoriga harakat qilayotgan bo'lsa, trendga qarshi kirish uchun imkon izlamang. Harakat yo'nalishi bo'yicha ishlashni o'rganing va nafaqat ular aytganidek hujumni o'rnatishga ruxsat bering yoki, masalan, tepada o'rnatishga ruxsat bering. Bu yerda mening maslahatim, tahlil va amaliyot bo'yicha bir nechta texnik darslarni, tabiiyki, demo hisob qaydnomasida tomosha qiling. Shunda siz bozorning ba'zi modellarini taxminan tushunishingiz mumkin. Shunday qilib, 5-qadam. Bu to'g'ri risklarni boshqarish. Yangi boshlanuvchilarning eng ko'p uchraydigan xatosi bu mumkin bo'lgan hamma narsani bitta savdoga qo'yishdir. Va men sizga aytaman, hech qachon bunday qilmang. Men buni o'zim qildim, lekin tajribasizligim tufayli menga yordam beradigan hech kim yo'q edi. Va ehtimol men adabiyot yoki internetni o'rganmaganman. Men shunchaki ular aytganidek qoidalarga zid bo'ldim. Hamma narsani bitta shartnomaga qo'yib, hamma narsani to'ldirib yo'qotdim. Tabiiyki bunday qilmang. Bu yerda qoida oddiy, savdo boshiga xavf depozitning 2% dan ko'p emas.
Aytaylik, sizda 100 ta real dollaringiz bor va har bir savdo uchun maksimal 2 dollar pul tikasiz. Bundan kelib chiqadiki, agar siz ketma-ket 5 ta yo'qotishga duch kelsangiz, siz 10 dollarlik minusga ega bo'lasiz. Bu sizning omonatingizning faqat 10% yo'qotishingizni anglatadi. Ammo bu sizga ushbu bozorda turish, ko'p naqshlarni tushunish, ehtimol savdoni butunlay tark etish, tanaffus qilish va keyin savdoni boshlash imkoniyatini beradi. Bu degani siz hali ham depozitingiz bo'ladi. Siz yo'qotmaysiz. Hatto ketma-ket 5 ta yo'qotishingiz bo'lsa ham, siz o'yinda qolasiz va tiklanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bu bosqichda sizga maslahatim shundaki, siz savdoga kirganingizda doimo stop lossni belgilang. Bu juda muhim, menga ishoning. Shunday qilib, 6-qadam bu his-tuyg'ular. Hissiyotlar sizning asosiy dushmaningizdir. Siz pul ishlashni boshlaganingizda, siz doimo ko'proq narsani xohlaysiz. Mag'lubiyatga uchraganingizda, uni qaytarib olishni xohlaysiz. Bilingki, bu tuzoq. Forex bu qimor emas, bu intizomdir. Agar his-tuyg'ularingiz kuchayib borayotganini his qilsangiz, to'xtab turing, terminalni yoping, dam oling, sayr qiling, bilmayman, boshqa narsalarni qiling. Shuning uchun ular aytganidek, his-tuyg'ularga asoslangan ketma-ket 10 ta bitimdan ko'ra bitta puxta o'ylangan bitim yaxshiroqdir. 7-qadam haqiqiy hisob. Treningdan so'ng savdolarni qanday ochishni o'rganganingizdan, naqshlarni biroz tushunganingizdan va tahlillarni o'rganganingizdan so'ng siz haqiqiy hisob ochishingiz mumkin. Hatto 50 dollar menimcha savdo psixologiyasini his qilish uchun yetarli. Tez daromad qilib o'tirmang. Sizning vazifangiz shunchaki omonatingizni qanday saqlashni o'rganishdir. Shunchaki uni boshingizga kiriting, omonatingizni saqlang va foyda doimo vaqt o'tishi bilan keladi va u barqaror bo'ladi. 8-qadam savdogar sifatida doimiy rivojlanishdir. Har bir muvaffaqiyatli treyder doimiy ravishda o'rganishni davom ettiradigan odamdir. Analitikani o'qi, sharhlarni ko'r, makroiqtisodni o'rgan, videolarni tomosha qil, internetda bor boshqa treyderlarni ham kuzat. Bu senga, bilasanmi, oylar davom etadigan xatolar va sinovlardan, shuningdek, asablaringdan ham asrab qoladi. Shuning uchun albatta o'rganing va esda tutingki, forexda bozorni taxmin qilganlar emas, nima qilayotganini va nima uchun qilayotganini tushunadiganlar yutadi. Kim o'z strategiyasiga amal qiladi va unga qat'iy rioya qiladi? Hammasi. Men bu videoni shu bilan yakunlamoqchiman. Albatta obuna bo'ling, like bosing va keyingi qismda ko'rishguncha.